Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3.0 tahriri bir korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi chakana savdo hisobotlari, ya'ni отчет о розничных продажах. Hujjat asosan chakana savdoda tovar va xizmatlarni naqdda sotganimizda aks ettirish uchun kerak bo'ladi. Hujjat ATT, ya'ni avtomatlashtirilgan savdo nuqtasi va MTT, avtomatlashtirilmagan savdo nuqtasi bo'yicha shakllantiriladi. Hozir ATT, ya'ni количественный учет bo'yicha hujjat yaratamiz. Agar tashkilotning bir nechta kassalari bo'lib, ularni alohida yuritmoqchi bo'lsa, uni quyidagicha parametrlardan sozlab olish mumkin. Parametr учетga kiriladi. Настройка план счетов va quyidagi учет движения денежных средств. Pastdagi по kassamga yorliq o'rnatsak, kassalar hisobi qo'shiladi. Asosiy menyuga qaytamiz. So'ngra hujjatni yaratish uchun продажи menyusidagi отчет о розничных продажах ga kiramiz. So'ngra отчет tugmasi bosiladi, розничный magazin. Birin-ketin ushbu bo'sh maydonlarni to'ldiramiz. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Shot kassi qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli buxgalteriya shotini tanlab qo'yishimiz mumkin. Подразделение qismida esa показать все tugmasini bosamiz. Ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli подразделение tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. Подразделение tanlashimiz tovarlar kirimiga bog'liq. Agar tovarlar kirimi подразделение orqali bo'lgan bo'lsa, o'sha подразделение qo'yilishi kerak. Agar подразделение qo'yilmagan bo'lsa, подразделение qo'yilmaydi bu hujjatimizda ham. So'ngra sklad qismiga o'tamiz va показать все tugmasini bosamiz. Quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada quyidagi optoy sklad va розничный magazin quyidagi skladlar, ya'ni omborlar ko'rinadi. Bizga розничный magazin, ya'ni chakana savdo ombori kerak bo'ladi. Statiya DDS qismida esa показать все tugmasini bosib, pul oqimlari to'g'risidagi hisobotda aks ettiriladigan statiyani tanlab qo'yamiz. So'ngra quyidagi giperhavlani ustiga bossak, ushbu oyna ochiladi. Ochilgan oynada o'zimizga kerakli tip senni tanlab olishimiz mumkin yoki tanlamasak ham bo'ladi. NDS qismida NDS rekvizitlarini o'rnatib olamiz. So'ngra valyuta qismida o'zimizga kerakli valyutani tanlab olsak bo'ladi. Ushbu ma'lumotlarni to'ldirganimizdan so'ng pastdagi tovarli maydoniga o'tamiz va tovarlarni qo'shamiz. Добавить tugmasini bosish orqali qo'shsak bo'ladi. Количество qismida tovar miqdori yoziladi. Senada esa tovar narxi. Summa o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Protsent NDS esa qo'shilgan qiymat solig'i foiz stavkasini ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Shoti qismi 29-22 shoti o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Показать все tugmasini bosamiz. Quyidagi shotlar ro'yxatidan o'zimizga kerakli shotni tanlab olishimiz mumkin. Bizga ATT bo'lgani uchun o'zi avtomatik ravishda 29-22 shoti chiqdi. Shot dohodov va shot rasxodov qismlari va shot uchot NDS qismlari ham o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Agar xohlasak, buni faoliyat turiga qarab, shot dohodov va shot rasxodov shotlarini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Subkonta qismida показать все tugmasini bosib, kerakli nomenklaturning gruppani tanlab qo'ysak bo'ladi. Yana bundan tashqari zaполнить по остаткам tugmalarini bosish orqali ham tovar shotini ko'rsatib, tovarlarni tanlab qo'yishimiz mumkin. Zaполнить tugmasini bosganimizdan so'ng chakana savdo ombori bo'yicha qolgan qoldiq tovarlarni chiqarib berdi. Количество maydonida o'zimizga kerakli miqdorni yozib qo'ysak bo'ladi. Sena qismida esa sotish narxini yozib qo'yamiz. Summa qismi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Protsent NDS esa qo'shilgan qiymat solig'i foiz stavkasini tanlab qo'ysak bo'ladi. Qolgan ma'lumotlar o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Xohlasak buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra yana bir usulda tovarlarni tanlasak bo'ladi. Buning uchun подбор tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli tovarlarni tanlab olsak bo'ladi. Tovar ma'lumotlarini kiritamiz. Ushbu ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan so'ng изменить tugmasini bossak, quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada qo'shilgan tovar ma'lumotlarini quyidagi bandlar asosida o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Deylik, установить цен по типу. Tip senni tanlab qo'yamiz va выполнить tugmasini bossak, ma'lumotlarimiz o'zgaradi. Agar kontragent agent sifatida tovarlar va xizmatlar realizatsiyasini bajarsa, agentskiy uslugi bo'limiga o'tamiz va добавить tugmasini bosib, ushbu nomenklatura qismida nomenklatura nomini yoki nomenklatura sodержаниясini yozib qo'ysak bo'ladi. Количество qismida miqdor yoziladi, senada esa narxi. Summa qismi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Protsent NDSda qo'shilgan qiymat solig'i stavkasini tanlab qo'yishimiz mumkin. Eng asosiy e'tibor qaratadigan joyimiz kontragent qismi va do'g'or qismi bo'ladi. Kontragent qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli kontragentni tanlab qo'ysak bo'ladi. Do'g'or qismiga o'tamiz. показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli shartnomani tanlab qo'ysak bo'ladi. Shartnoma turi komitet bo'yicha bo'lishi kerak. Shot rasxodov qismi 69-90 shot o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Agar tovar va xizmatlar realizatsiyasiga terminal orqali to'lov qilinsa, безналичие оплаты qismiga o'tamiz. So'ngra добавить tugmasi bosiladi. Vид оплата qismiga показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli terminalni tanlab olsak bo'ladi yoki создать tugmasini bosish orqali to'lov turi nomini yaratib olsak bo'ladi. Kontragent qismiga o'tamiz, показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli kontragent tanlab qo'yiladi. Va do'g'or qismida ham показать все tugmasini bosib, kerakli shartnomani tanlab qo'ysak bo'ladi yoki создать tugmasi bosib, yangi shartnomani yaratib olsak bo'ladi. Shot rasxodov qismi o'zi avtomatik ravishda 57-20 shot chiqadi. So'ngra записать закрыть tugmasini bosamiz. Va summa qismida terminal orqali to'langan summa miqdori yozib qo'yiladi. Barcha ma'lumotlarni kiritib
bo'lganimizdan so'ng kommentariya qismida qanaqadir izohlarimiz bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirishimiz mumkin. Agar bizga ushbu hujjatning pechatning formasi, ya'ni bosma shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi pechat tugmasini bosib, qog'ozga chiqartirib olishimiz mumkin. Создать на основании tugmasini bosish orqali ushbu hujjat asosida quyidagi hujjatlarni yaratib olsak ham bo'ladi. So'ngra записать, провести, debit kredit tugmalarini bosamiz va quyidagicha buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. Asosiy maydonga qaytamiz va провести, закрыть tugmasini bosamiz. Hujjat quyidagi отчет о розыгрышах продажах hujjatlar qatorida ko'rinadi. Ushbu hujjatimizni kassa kitobida yoritish uchun banki kassa menyusidagi kassaviy dokument bo'limiga kiramiz va поступление tugmasi bosiladi. Vid operatsiya qismidan показать все tugmasi bosilib, розничный выручка operatsiya turi tanlab olinadi. Va sklad qismida показать все tugmasini bosib, розничный magazinni tanlab qo'yamiz. Summada esa jami summa yozib qo'yiladi. Записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, ushbu hujjatimiz provodka bermaydi. Sababi bizga kerakli provodka отчет о розыгрышах продажах hujjatida shakllandi. Terminal orqali tushgan tushumni kirib qilish uchun banki kassa menyusidagi банковский выпискаga kiriladi. So'ngra поступление tugmasi bosilib, vid operatsiya qismidan показать все tugmasini bossak, ushbu oyna ochiladi. Ochilgan oynadan поступление от продажи платежной kartam и банковским kreditim operatsiya turini tanlab olib, ma'lumotlarni kiritsak bo'ladi. Terminal orqali tushgan tushumlarni boshqa mavzularimizda ko'rib o'tamiz.